Suyumlu kıynaşlar. Ayollarimiz sel ters o'rinda. Erlerimiz elbette yuqori o'rinda turadi. Chunki erlar bizdan kuchli. Erlar bizni qo'g'dashga yaralgan. Erlar bizni qo'g'dashga yaralgan. Biz nimishga ojiz deb atalamiz? Biz nimishga ojiz deb atalamiz? Chunki bizning qo'g'dag'uchilarimiz bor. Bizni qo'g'daydigan erkaklarimiz bor. Erkaklar mas'uliyatchan bo'lsa, o'zining olgan xotiniga, o'zining topgan bolasiga mas'ul bo'la olsa, ayollarimiz sal to'lan holatda turib, erlarni hurmatliy olsa, birni desa birni deb 2 kunda bir tayoq yemasa, suyimni qiynashdi. Yaxshi ot o'ziga qamchi tekkizmaydi. Yaxshi ot o'ziga qamchi tekkizmaydi. Shunaqqa barliq suyumliklarimizga deydig'imiz. Sizning achchig'ini mo'ri biladi deyishinglar mumkin. Sizning achchig'ini mo'ri biladi. Sen nima bilatding? Bizning oilaning ishlarini sen nima bilatding deydi. O bir bahana. O bir bahana xolos. O bir bahana xolos. Unda bahana ketmaydi. Chunki siz bir odamni so'ygankansiz, shuni yaxshi ko'rgankansiz, baridimi, yo'qdimi uning bilan birga bo'la olasiz. Siz uni chin yuragingizdan so'ygankansiz, uning aqida qilgankansiz, cho'qim uning mangu tiniq to'xtab qolguncha uning bilan birga yashay olasiz. Suyumli qiyindoshlar. Burunqi ota-onalarimiz, burunqi suyumlik ota-onalarimiz, mana bizning ota-onalarimiz, nurg'ulg'an 15-20 balni tuqqan onalarimiz bor. Yo'q emas, bor. 20 ni tuqqan onalarimiz bor. Ashlar balalarni yetim qilib boqmagan. Yetim qilmagan. Chunki shular yotadimi, halovatdimi bilib bo'la olgan. Eri etizli bo'lsa etizga chiqqan. Hatto bolalarni etizga yotqizib qo'yib turib, eri bilan ishni tugitib, uyga kelgandan keyin yana bolalarning qirqatlarini yuyib, qamoqlarini etib, atdiganda yana etizga chiqib qolgan. Shu otalarimiz nemishga ajrashmagan? Bir-birini yaxshi ko'rib, bir-biriga samimiy bo'lishga, bir-birini yaxshi ko'rishga, hurmatlashga, ayol bo'lishga ajrashmagan 20 balni ota-ona mehriga qandirib cho'ng bo'lgan, cho'ng qilgan. Keyin o'zimning fikrini sizlarga deb baqqim keldi, suyimli qiyindoshlar. Ayollarimiz sal ters o'rinda. Erlerimiz elbette yuqori o'rinda turadi.